kollektiv sadiqa fitr yig'ib bir odamga bersa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Sadiqa fitrni kollektiv yig'ib bir odam yoki bir oilaga bersa to'g'ri bo'lamdi? Biz pulni kollektiv shaklda eri tugab ketgan bir ochimizga avatmoqchi. Bu pullar qo'rsiq to'yg'udek yemak olib berish o'lchamidan eshib ketadi. Shunga sadiqa fitr tushmaydi deb beshimizni qaydirdi. Sadiqa fitr ahkamlari yakka bergan bilan kollektiv berganda farqli bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Bir kishining yoki bir oilaning sadiqa fitrini bir kishiga yoki bir oilaga yoki bir qancha kishiga bo'lib berish joiz bo'lganidek, agar ehtiyoj bo'lib qolsa, bir qancha shaxs yoki oilaning sadiqa fitrini yig'ib bir shaxsga yoki bir oilaga bersimi bo'ladi. Imom Kasani mundaq degan: sadiqa fitrda bir kishiga vojib bo'lgan narsani bir qancha miskinga bo'lib bersa bo'ladi. Bir qancha kishininkinimi birla miskinga bersa bo'ladi. Chunki berish vojib bo'lgani sadiqa fitr zakat bo'lib, uni yig'ib birla miskinga yoki bo'lib bir qancha miskinga berish pulning yillik zakatiga qiyosan joiz bo'ladi. Demak, bu yerdagi asos qiyos bo'lib, yillik zakatni 5 kishidan $100 $500 yig'ib bir kishiga bersa bo'lganidekla $500 sadiqa fitrni yig'ib bir kishiga bersa bo'ladi. Imom Saraxsiy mundaq degan: bir qancha kishininkini bakli muhtoj bir kishiga yig'ib bersa bo'ladi. Chunki bundaq ahvolda sadiqa fitrdan ko'zlangan maqsad, ya'ni fikrlarni hech kunida boshqalardan bir narsa suratqazmaslik to'liq vujudga chiqadi. Ham bu yerda faqatla har bir shaxs uchun beriladigan miqdor bilan berilgujidagi fikrlar shart qilingan bo'lib, bir kishining sadiqa fitrini bir qancha kishiga bo'lib berganda yoki bir qancha kishining sadiqa fitrini bir kishiga yig'ib berganda bu ikki shart tepilgan bo'ladi. Shunga har ikkisi joiz bo'ladi. Lekin odatdagi ahvolda bir kishining sadiqa fitrini bir qancha kishiga bo'lib berishi toza muvofiq emas. Chunki bunda qilsa, namratlarni hech kunida muhtojlikdan qutuldirishdan iborat maqsad ado bo'lmaydi. Balkim acharchilik yoki shunga o'xshash og'ir ahvollarda maqsad ado bo'lishi mumkin. Bir qancha kishininkini yig'ib bir kishiga berish joiz bo'lsa-mu, o'xshash darajadagi yoki og'irroq boshqa muhtojlarni bilgan ahvolda, agar ularga boshqalar tarafidan sadiqa fitr berilmay, heytda qiynalib qoladi deb qarasa, ularni tashlab qo'yib, hammani bir kishiga yig'ib berishmi muvofiq emas. Boshqa muhtojlar bo'lmagan ahvolda yig'ib bersa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.